Yurtimiz hayotiga oid xabarlarga qaytamiz. Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasida aksiyadorlik jamiyati tizimida tashkil etilgan faxriylar kengashi a'zolarining 2025-yil birinchi choragida amalga oshirgan ishlari va kelgusidagi rejalari yuzasidan hisobot uchrashuvi tashkil etildi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Tadbir dastlab tizim fidoyilarini kutib olish hamda stansiyada so'nggi yillarda amalga oshirilgan islohotlarni tanishtirishdan boshlandi. Faxriy energetiklar zamonaviy texnologiyalar asosida jihozlangan xonalar hamda raqamlashtirilgan tizim asosida boshqariladigan uskunalarni ko'zdan kechirishdi. Shundan so'ng faxriylar kengashi tomonidan birinchi chorakdagi hisobot tinglandi. Pensioner ayollarimizni tabriklashimiz, ularga katta e'tibor qaratilish ko'zda tutilgan edi. Bugungi kunda Sirdaryo elektr stansiyasida 700 kishidan ortiq ishlamayotgan faxriylar bor. Ko'pchiligi albatta Sirdaryo issiqlik stansiyasida 30 yil, 25 yil undan ko'p ishlab bugun aytaylikki o'sha ustozlik ishlarini olib boryaptilar. Ularning hozir o'rnida yangi avlod yoshlar kelib ishlayapti. Shu bilan birgalikda ularning bugungi kunda katta avlodlar ko'p ishlamayotganlarga sog'liqlarni tiklash, yo'llanmalar berish, bayramlarda ulardan xabar olib turish juda ham yaxshi yo'lga qo'yilgan. Hisobot uchrashuvida o'tgan davr mobaynida qilingan ishlar, istiqboldagi rejalar, turli yo'nalishlardagi tashabbuslar haqida tushunchalar berildi. So'zga chiqqanlar bugungi kunda tizimda olib borilayotgan ishlarni e'tirof etib, barcha korxonalarda ustoz-shogird an'analari doirasidagi tashabbuslarni munosib e'tirof etishdi. Yig'ilish so'ngida kelgusida belgilangan vazifa hamda tadbirlar xususida kelishib olindi. O'ktam Usmonov, Aydos Ermekbayev, Asadbek Abdusamadov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.